Barcha ustozlar ushbu metodni bilishi kerak. Bu metod orqali siz o'quvchilarning diqqatini 40 daqiqa ushlab turishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Birinchi metodimiz rangli kartalar. Dars boshida o'quvchilarning sonidan kelib chiqib, sinfni 2 yoki 3 guruhga ajratib olasiz va oldindan tayyorlangan rangli kartalarni o'quvchilarga tarqatib chiqasiz. O'quvchilarga metodni qanday ishlatishni tushuntirasiz. Misol uchun, dars davomida men xohlagan vaqtim to'xtayman va ixtiyoriy bitta rangni aytaman. Masalan, ko'k va ko'k kartaga ega bo'lgan o'quvchilar o'rinlaridan turadi va men ularning orasidan bittasini tanlayman va shu paytgacha o'tilgan mavzu yuzasidan savol beraman. Bu metodning kuchli tomoni, o'quvchilar butun darsingizni diqqat bilan tinglashadi va o'zlarining navbati qachon kelishini bilmagan holatda og'zingizdan chiqayotgan har bir so'zni bor e'tiborini qaratgan holatda eshitadi. Bugun darsingizda ushbu metodni sinab ko'ring va natijani izohlarda yozib qoldiring. Keyingi metodlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq bizga obuna bo'ling va ushbu videoni ustozlarga jo'natib qo'ying.